Mana eksperimentimizning ikkinchi qismi o'rtoqlar, ko'rib turganinglardek suvni xullas tiniq qilib beradigan filtr, mana ultrafiltratsionlarni ketma-ket terib qo'ydik. Bunga 4 ta klapan qo'ydik, yog'iga bu yog'iga xullas. Ana endi bunga avtomat ham qo'ydik. O'zini-o'zi chayadigan holatda bo'ladi. Deylik, ikkita kirish va chiqishi bosim razницasiga xullas yuvoradi, to'lgan bo'lsa yuvoradi. Hozirgi paytda 204 bar davleniya razницamiz bor, kirish chiqishimizga deyapti. Ana endi o'rtoqlar, hozir mana bitta loyqa suvlarni tayyorlab qo'yganmiz. Nasosimiz to'g'ridan-to'g'ri so'rib yuboradi buni. Loyqa suvini qo'shib yuboramiz. Ishlash vaqtida hozir mana shu yerda loyqa suvini qo'shib so'rayapti. Shunda mana bu joyi ko'ryapsizlar, 204 da hozir mana 205 bar razniца berdi. Ya'ni loyqa suvni ketma-ket holatda so'rishni boshlayapti. Ko'ramiz. Mana buni so'radi va shuni hisobiga bu yerda bosimimiz kamayib boradi. Ya'ni suv chiqadigan bosimimiz bor-ku, mana shu kamayib boradi. Chunki filtrlar suvni o'tkazishga yo'l qo'ymaydi. Xudo xolasa eksperimentimizning ikkinchi qismini boshladik o'rtoqlar. Kuzatib turamiz. Mana 206 ga keldi, 207. Hech narsaga tegmayman. Hozir to'liq avtomat holatda ishlaydi. Ko'ramiz, mana o'chib qo'yapti monitor yoqish maqsadida bosyapman, faqat ko'ryapsizlar. Mana bu zashtalari bor, yana akkuratlik qilib yig'amiz. Hozir shuning uchun prosta ishchi holatda shu holatga qo'yib qo'yganmiz. Hop, ko'ramiz. Mana bu ikkinchisi kanalizatsiya bo'ladi. O'zini-o'zi yuvorgan holatida shu ishlab ketish kerak bo'ladi. Loyqa suvni tushishini ko'ramiz. Hop, 3-1 barga keldi. Ko'ryapsizlar? Ana endi hozir bu o'zini-o'zi yuvishga o'tadi. Qarab turamiz. Hop. Mana loyqa suvni tushishini ko'ryapsizlar? Ana qaytarib o'zini-o'zi xullas chayapti o'rtoqlar. Qaytarib mana loyqa suvni shelakni o'ziga tashab berdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana sekin tozalanyapti bu. Tozalanyapti. Endi yuvish vaqtini o'zingizlar xohlaganingizcha qo'yib qo'ysanglar bo'ladi bu yerda. Ya'ni 30 sekundmi, 1 minutmi, 5 minutmi farqi yo'q. Ana endi yana toza suv berishni tizimimiz boshladi. Xullas, filtr to'ldimi, o'zini-o'zi shuna chayib yuboradi. To'lmadimi, ishlashda davom etaveradi. Xullas o'rtoqlar, eksperimentlar natijalari meni qoniqtirdi. Demak, sizlarga endi bemalol tavsiya qilsam bo'ladi. Bu narsa asosan nima uchun kerak deydigan bo'lsanglar, agar sizlarda osmos filtrlar bo'ladigan bo'lsa, tez to'lib qolyapti deb, ya'ni loyqa suv kelib qolishi mumkin, quduqdan olishingiz mumkin. Shunaqa vaziyatlarda osmosni ancha zashta qiladi, lekin bu filtrlar ichimlik suv uchun asosan o'zi qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Chunki vodoprovodda har xil narsalar bor. Bu ham antibakterialniy filtr hisoblanadi o'rtoqlar. Buni bitta muammosi bor edi, tez to'lib qolardi. Buni bekitadigan joyi yo'q. Hamma narsani ochiq oydin aytaman sizlarga. O'sha tez to'lib qolish muammosini xullas yechimini topdik sizlar bilan. Podдержка uchun sizlarga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib yuboramiz.